Xudo xolasa boshqa obyektdan bitirdik. Cho'qli pollarni vurdik. Bu cho'ylarni ucunu chiqarib qo'ydik. Radiatorlar bo'lmadi, pollar o'zgardi. Kollektorlarni spesialni chiqarib qo'yibmiz devorda o'y ba'zigina. Mana. Bu cho'y sistema uchun. Bu cho'y sistema. Yanda cho'qli pol. Xudo xolasa. Mana cho'qli polniki bir radiatorni tushirib berdik. Sushilgan o'rnidan radiator qo'yaman dedilar. Kelarni qarang, cho'qli chiqdi mashina. Birini qisqa aylantirib berdik 10 santidan. Чтобы qizishlari zo'r bo'lishi uchun. Bu yerda trap bo'ladi, shuning uchun orasini ochib berganmiz. Общий ona bo'ldik buni. Bu kuxnya ikkiga bo'lindi. Kotel qo'yilmaydigan bo'lib turibdi, shuning uchun hozir davleniya berib, испытание qilib qo'yibmiz yana. Подача обратно qilib. Bu cho'ylarni olib borib qo'yibmiz hammasini. Xohlasa. Endi bir sashga salab xohlasa. Yerini 3 ga bo'lib berdik. Bu cho'yni endi olib borib qo'yibmiz da. 100 ming. Ertaga 40 ishlab beradi. Radiatorlar keng qo'yiladigan bo'lib turibdi. Shuni ish bizada do'stlar. Santexnika ishlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasiz. Birini suvlarni ham ishladik, yodlaringizda bo'lsa, otoplanlarni ham ishlab berdik. Telefon nomerlari ekranda bo'ladi, bemalol telefon qilaverasiz do'stlar. Hammaga rahmat.